Sardor bilasizmi, keyingi yillarda aynan mana shu ta'limga berilayotgan e'tibor yoshlarni juda katta bir iqtidorini, iste'dodini namoyon etishga va turli nomdor stipendiyalarni qo'lga kiritishga sabab bo'lyapti. Aynan bizning studiyamizda ham aynan shunday yoshlarimiz tashrif buyurishgan. Albatta G'ayrat aka, bugun biz ko'rsatuvimiz boshlanish qismida Bobur haqida gaplashdik. Aynan Andijon farzandi 12 yoshda taxtga o'tirgan buyuk shaxs, buyuk sarkarda haqida gaplashdik. Jahon tarixida o'ziga yarasha bir nom qoldirgan, iz qoldira olgan inson haqida gaplashdik. Aynan o'sha inson buyuk shaxs Andijonda tavallud topgan, Andijonda yashagan. Bugun Andijonda yashayotgan yoshlarimiz ham Bobur avlodlari va ulardek yangi marralarni zabt eta olishyapti. Ular kabi o'z tengdoshlarida nafaqat O'zbekistonda, balki dunyodagi tengdoshlari bilan tenglasha olayotgan yoshlarimiz bor. Aynan bugun Andijon nafas ko'rsatuvimizga ham aziz tomoshabinlar, texnik institutda tahsil olayotgan bugungi kunda yurtimizdagi nomdor stipendiyalar, Navoiy stipendiyasi, Beruniy stipendiyasini qo'lga kiritgan yoshlarimizni, ya'ni texnik institutini talabalarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Muhammad Amin, Shahlo. G'ayrat aka, Shahlo mana Beruniy stipendiyasini qo'lga kiritgan. Muhammad Amin esa aynan bugungi kunda Navoiy stipendiyasini qo'lga kiritgan. Bugun farzandlari oliygohlarda, institutlarda tahsil olayotgan yurtdoshlarimiz bor. Bizning farzandlarimiz ham qanday mana shunday bir stipendiyani qo'lga kirita olar ekan, yoki bu yil maktabni tamomlab keyingi yil oliygohga kiradi deb shunday bir yaxshi niyatlar bilan farzand ulg'aytirayotgan, farzand tarbiyalayotgan insonlar va ular uchun bularni bugungi yutuqlari va qanday erishishga bo'lgan bir jarayonlari balki bular uchun ham qiziq bo'ladi, yangilik bo'ladi. Chunki hammamiz bugun kimdir muvaffaqiyatga erishsa, uni ko'rib, unga havas qilsak, albatta biz ham mana shu muvaffaqiyatga erisha olamiz. Albatta muvaffaqiyatga hasad emas, havas bilan qarash bu insonni har tomonlama bir kamol topishiga sabab bo'ladi. Kelinglar, suhbatni Shahlodan boshlaylik. Shahlo, Beruniy stipendiyasi mana tahsil etilgan, siz 4-bosqich talabasiz, adashmasam. Shu birinchi bosqichdan tayyorgarlik ko'rdingizmi endi bu jarayonlarga, yoki 4-bosqichda tayyorgarlik ko'rdingizmi? Qachon bu Beruniy stipendiyasini qo'lga kiritaman deb harakat qildingiz? Birinchi bor harakat qilganingizda qo'lga kiritdingizmi? Keling, shu jarayonni bir aytib bering. Avvalambor assalomu alaykum barchalaringizga. Meni ushbu yutuqlarimni e'tirof etib, ushbu ko'rsatuvga taklif qilganinglar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men hozirda Andijon davlat texnika institutining mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yo'nalishida 4-bosqich talabasiman. Ushbu Beruniy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'lishimda o'zimga juda bu maqsad katta qo'ygansiz. Bu yutuqqa erishishim avvalo oson bo'lmadi. Birinchi kursligimdan beri ma'naviy ma'rifiy ishlarda faol bo'lib qatnashib, hamda mendan katta kurs aka-opalarimdan so'rovlar, o'sha bilmagan narsalarimni so'rab, o'rganib, qanaqa nima aynan shu Beruniy stipendiyasini qo'lga kiritgan yoshlar bilan ko'proq suhbatlashib, birinchi bosqichdan boshlangan ekan-da unda. So'rab, shu katta kursdagi aka-opalarimizdan so'rab, izlanib, o'rganganmiz, harakat qilib, hamda o'sha ilmiy ishlarda maqola, tezis yozishlarni o'rganib, hamda hozir ilmiy ijodiy ishlar bilan ko'proq shug'ullanib, 60 dan ortiq maqola yozib, ushbu Beruniy nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Ular qayerlarda chop etilgan endi maqolalarimiz? Bu maqolalar xalqaro jurnallarda chop etilgan hammasi. Bu 4-kursda Sardor, qarang, 4-kursda aynan mana shu Beruniy stipendiyasi, nomdor stipendiyani olgan talaba, endi qizlarga-yu imtiyoz o'z-o'zidan bor. Chunki oliy ta'lim muassasasini tamomlagandan keyin magistraturaga shunday eshiklar ochilgan, imkoniyatlari bor. Agar til bilish imkoniyatlarini ko'paygan bo'lsa, oson. Lekin Beruniy stipendiyasini qo'lga kiritgan qizlar uchun ham bu juda katta imkoniyat. Chunki magistratura naqd. Ana shu tamomlaydi, magistraturada o'qitadi, ilmiy ishlarni, ilmiy endi 60 dan ortiq maqolani chop ettirish bu 4 yil davomida bu juda katta xalqaro darajadagi jurnallarda demoqdasiz, to'g'rimi? G'ayrat aka, men yana bir narsaga e'tibor qaratdim. Texnika yo'nalishida tahsil olar ekan, texnik institutda, texnik yo'nalishda tahsil olar ekansiz. Siz mana Beruniy stipendiyasini qo'lga kiritibsiz. 4-bosqichsiz. Endi magistratura yo'nalishida ham tahsil olsangiz kerak-a? Rejalar qanday?
Texnik yo'nalish ekanda baribir qiziq. Albatta, hozir shu magistraturada ham o'zim o'qigan yo'nalishim bo'yicha o'qib, ko'plab ilmiy ijodiy ishlar qilib, ushbu o'zim o'qiyotgan sohani rivojlantirish maqsadim bor. Ilm yo'lida ketasizmi? Ilm yo'lida. Albatta, ilm yo'lida ketaman. Ha, biror bir zavod, korxonada bir texnika yo'nalishlari bo'yicha bir yangiliklar qilib, bir avtomashinalarni bir yangi modifikatsiyalarini ishlab chiqarishni reja yo'qmi? Yo'q. Mana shunday reja qiluvchilarni tarbiyalamoqchi shekilli menimcha. Ha, xudo xolasa shunday. Yaxshi. Shahlob, suhbatimizni Muhammad Amin bilan davom ettirsak, Muhammad Amin aynan Navoiy stipendiyasini qo'lga kiritdingiz. Nechinchi bosqichsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men hozirda buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishining 4-bosqichi. 4-bosqichi. Nima bu stipendiyalar faqatgina 4-bosqichlarga beriladimi? Yo'q, u asosan 3-kursdan Ha, boshlanadi, lekin ha, biz o'sha tushunarli. 1-kursdan tayyorlanib, astoydil professor ustozlarimizni ko'maklari, maslahatlari ila shu 4-kursda nasib bo'ldi olish. Siz qaysi yo'nalishda tahsil olasiz? Buxgalteriya hisobi va audit. Buxgalteriya hisobi va audit. Endi mana Navoiy stipendiyasini qo'lga kiritibsiz. Aynan Navoiy stipendiyasi bu iqtisod va ijtimoiy yo'nalish, gumanitar yo'nalishlarda tahsil oluvchilarga beriladi. Lekin to'g'risi Navoiy stipendiyasi deganda men Navoiy stipendiyasini qo'lga kirituvchilar ijodkorlar bo'lsa kerak deb o'ylagan edimda, lekin mana Texnika institutning iqtisod yo'nalishida tahsil oluvchi talabaning bu stipendiyani yutug'ini qo'lga kiritishi baribir o'zgacha buni bir mas'uliyati bor, baribir, to'g'rimi? Ha, albatta mas'uliyati bor. Bu mas'uliyatni olib yurishda ham o'zi bo'lmaydi va bu yo'nalishda o'sha buxgalteriya hisobi yo'nalishida ham juda katta ishlar qilganmiz va bunda to'xtab qolmayapmiz. Xususan Aloqa bank qo'shida tashkil etilgan startup garaji Andijon viloyati hududiy assistent hisoblanaman. Ya'ni unda yoshlarda, o'sha tadbirkorlarni innovatsion g'oyalarni jalb etish yoki boshqa g'oyalarga investitsiya jalb qilishga yoshlarimizga juda katta yordam ko'rsatib kelmoqdamiz bu yo'nalishda. Aynan shu sizni ham keling shu yutuqni qo'lga kiritishgacha bo'lgan bosib o'tgan bir yo'lingiz haqida bir yoshlarimizga bir aytib bering, chunki qiziq, qanday qo'lga kiritsa bo'lar ekan degan savolga javobda endi bu. Bu yutuqqa erishishda juda katta mashaqqati bo'lgan, xususan o'sha ota-onamizni ma'naviy va moddiy ko'maklari asosan, professor ustozlarimizni maslahatlari, yo'nalishlari orqali erishganmiz. Bu yutuq o'zi ko'p imkoniyatlar beradi va unga yarasha mas'uliyatni ham beradi. Magistratura naqdda? Ha, xudo xolasa. O'zi yo'q, siz yo'nalishda iqtisodiyot mana yo'nalishida tahsil olar ekansiz. Asosiy maqsad, vazifalar qanday oldinda turgan? Maqsadlarimiz juda ko'p. Ularga bosqichma-bosqich erishib kelmoqdamiz va ko'plab loyihalar ustida ham ishlayapmiz. Xususan ekologiya, o'zimizning mutaxassisligimiz hamda ta'lim bo'yicha loyihalar ustida ishlab boryapmiz. Unga professor ustozlarimiz ko'maklashyapti. Xususan bitta loyihamizga gapiradigan bo'lsak, yordamchi AI hisoblanadi. Bu asosan buxgalteriya hisobotlarini avtomatik shakllantirish, ya'ni tadbirkorlarga yoki buxgalterlarga ko'makchi bo'ladi. Siz hozir baribir shu texnik institutda tahsil olayotgan bolalar qandaydir bir yangiliklar yaratishadi, g'ayrataga borganda ko'ramiz, to'g'rimi? Siz ham albatta mana shunday bir loyihani ishlab chiqqansiz. Endi bu qanday loyiha? Bu dastur ishlab chiqqansiz. Dastur mobil ilova bo'ladi. Hisoblanadi. U yerda asosan 4 ta yo'nalishimiz bo'ladi: buxgalteriya xizmatlari va maslahatlari. Ikkinchisi soliq maslahatchilar, uchinchisi auditor xizmatlari va huquqiy maslahatlar bo'ladi. Ya'ni bunga o'sha murojaat etsa tadbirkor yoki buxgalter unga sun'iy intellekt yoki sun'iy intellekt bo'lmasa o'z mutaxassislariga yo'naltirib beradi. Yo'naltirib berilgandan keyin o'sha muammoga o'sha mutaxassislarimiz tomonidan yordam beriladi. Iqtisodiy bilimlarni mustahkamlab, demak savollarga kerakli javoblarni olish yo'l yo'riq ko'rsatadi. Ha, shu korxonaning moliyaviy hisobotlarini ham avtomatlashtiriladi. O'zi sun'iy intellekt bilan Sun'iy intellekt bilan. Bu pullimi, bepulmi? Bu asosan pulli bo'ladi. Yo'q, pulsiz variantlari ham bor. Ya'ni premium bor hamda premium bo'ladi. Ha. Ilovani biz yuklab olasiz. Telefonga yuklab olamiz. Masalan, o'zimizni yakka tartibdagi tadbirkorimiz yoki mas'uliyat cheklangan jamiyatimiz bor, tadbirkorimiz. Shu o'zimiz tadbirkorlik hisoblarimizni o'sha bitta programma orqali qilish imkoniyati yaratiladi. Yaratiladi. Juda ham Lekin yaxshi. siz to'lov qilasiz. Endi hisobchisiga yo'q, shahri to'lashdan qilasiz. Ishonchliroq bo'ladi-da bu sizning qo'lingizda. Sizni kirim chiqimingizni o'zingiz kuzatib turishingiz kerak. Xavfsizligi-chi? Bizga ham Xavfsizligi ta'minlangan. Endi masalan bizning uni ichida hisob raqamlarimiz bor, bizning aynan bank plastik kartalarimiz bor. Juda nima aynan asosan mutasaddi tashkilotlar bilan integratsiya jarayonida
alishtiramiz deb qo'yganmiz, maqsad qilib qo'yganmiz. Bularda albatta amalga oshiramiz. Endi xavfsizlik darajasi bugun birinchi o'ringa chiqyapti. Chunki mana kiber hujumlar, shunchaki bu bitta bugun texnika shiddat bilan rivojlanib, Hayrat aka, bizni qo'limizdagi uyali aloqaga emas, balki muhim bo'lgan bir dasturlarga kiber hujumlar bo'lyapti-da. Bugun aytmoqchi bo'layotganimiz, bugungi yoshlarimiz oldida turgan bir asosiy vazifa va eng kerakli narsa bu o'sha yaratilayotgan dasturlarning himoyasi bo'lishi kerak deb o'ylayapman-da, Muhammad Amin. Xuddi shunday. Buni albatta bu dolzarb masala, bu bugungi kunga bu masala ham bunga alohida e'tibor qaratganmiz. Asosan shu korxonani asosiy moliyaviy xavfsizligini ta'minlashimiz kerak birinchi o'rinda. Keyin bizga tashkilotlar ishonch bildiradi. Rahmat. Hayrat aka, ko'rsatuvimiz davom etadi. Bir go'zal taronaga navbat beramiz. Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan Jo'rajon aytaman dedi-ku. Sohibjon Hayitov ijrosidagi bir go'zal tarona bilan dasturimizni davom ettiramiz. Biz esa Shahlo va Muhammad Aminlarning yanada bir ulkan yutuqlarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshmiz va mana shunday bir yutuqlarni qo'lga kiritganingizda biz sizlarni Andijon telekanalida va Andijon studiyasida kutib qolamiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.